Bugungi kun ayoli nima xohlaydi? Bugungi kun ayolini nimalar qiynayapti? Bugun biz oila, farzandlar va yana hokazolar deb yugurib yurgan bir paytda bizni hayotimiz izdan chiqib ketmayaptimikan? Va yoki hayotimizni ijtimoiy tarmoqlardagi chiroyli kartinalarga qiyoslab hayotimizni hozirgi daqiqalarini yo'qotib qo'ymayotganmikanmiz? Assalomu alaykum, azizlarim, qadrdonlarim, YouTube obunachilari. Sizlar bilan bugun biz yangi loyiha va yangi podkastda ko'rishib turibmiz. Fikr lokatsiyasi. Bugungi mehmonlarimiz o'z ishining ustalari, haqiqatda kuchli psixologlar. Assalomu alaykum. Nargiz opa Matmurodova, psixolog va psixosomatolog. Shahzoda Agzamova, ayollar va bolalar psixologi. Kaklik Oltieva, oilaviy psixolog. Xush kelibsizlar bugungi podkastga. Sizlarga shunday bir murojaat bilan chiqmoqchiman. Bilasiz, hozirgi vaqtda haqiqatdan ham ijtimoiy tarmoq orqali kuzatishimiz mumkin. Juda ko'p ayollar o'zini negadir baxtsiz his qiladi. Bir-biridan go'zal reelslar, u yerda sayohatlar, gullar, erkak va ayol munosabatini eng go'zal, balki ertaknamo ideal tasvirini ko'ramiz. Bir qaraganda bu go'zalliklar bilan bo'lishayotgan insonlar yaxshilik ko'rinishida bo'lishayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu bugungi kun ayolining ruhiy holatiga qay darajada ta'sir qilyapti? Marhamat, fikrlar. Haqiqatdan ham hozirgi ayollarni ko'pchiligini o'ylantirib qo'yayotgan mavzuda bu. Yaxshi yurgan ayollar ham bu chiroyli kartinani ko'rganda o'ylanib, ikkilanib qolishi kuzatiladi. Ba'zilari murojaat qiladi, misol uchun konsultatsiyada ham aytishi mumkin. Ko'raman, kuzataman, dugonamni turmush o'rtog'i bunaqa narsa sovg'a qilibdi. Instagramda ayollarni ko'raman. Mani nima kam joyim bor? Nimaga bizga shuncha harakat qilsak ham sovg'a yo'q, gul yo'q, sayohatlar yo'q? Shu savollar ko'p ayollarni qiynaydi haqiqatdan ham. Ko'pchilikni mijozlarida bor bo'lsa kerak, bunaqa zaпрос bilan murojaat qiladigan ayollar. Bu vaziyatda men o'ylayman, to'g'ri, har bir ayolni xohishi bu. Ayol borki, bu narsaga qiziqadi. Lekin bitta tomondan qarashda bu yoqda men fikrim bo'yicha bir tomondan qaraydi, u haq. Ikkinchi tomondan kengroq qaraydigan bo'lsak, har kimni sharoiti bor. Albatta. Yana bitta narsa bor, erkaklar har doim ham ayolga bu narsa kerakligini bilmasligi ham mumkin. Aytilmagan bo'lishi ham mumkin, kutilayotgan bo'lishi mumkin. Aytmasdan ichimdagini top ko'rinishida. Kutib, arazlab, xafa bo'layotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, ayollarning bitta odati bor, reels yuboradi eriga. Lekin erkaklar, mana konsultatsiyaga keladigan erkaklar ham hayron qoladi. Gapirmaydi deydi. Reelslarni yuboradi deydi. Har xil mavzuda reelslar yuboradi, lekin kelib o'zim bilan gaplashmaydi deydi. Gaplashmaydi. Haqiqatdan ham er va xotin orasida fikr almasha olmaslik, ya'ni o'zini ichidagi gaplarini ko'pchilik ayollar ayta olmasdan qiynalishadi. To'g'rimi? Masalan, ichidagi gaplarini qanaqa ko'rinishda aytish kerak bo'ladi? Sizlarning fikringiz? To'g'ri aytasiz. Mana hozirgi hayotimizda ba'zi bir oilalarda er-xotin munosabatida bir-birini eshitmaydi. Umuman eriga ham не до этого bo'ladi, ayolini eshitmaydi. Ayolida ham shunaqa ruhiy holatida shunaqa o'zgarishlar bo'ladiki, eriga yetkazib bera olmaydi ham fikrini, nima xohlayotganini, aslida muammo nimadaligini. Muammo er-xotin bir-birini eshitmasligida. Eshitmasdan ikkalovi misol uchun uni o'zini gaplashib olishi kerak. Baribir oilaviy munosabatda ayolini fikrini ham inobatga olib eri eshitishi kerak. Erini ham fikrini inobatga olib ayol eshitishi kerak. Qachon oilada sog'lom munosabat bo'ladi? Qachonki er-xotin bir-birini fikrini hurmat qilib, bir-birini eshita olganida. Albatta, haqiqatdan ham o'sha oilalarda bir-birini eshitmaslik. O'zi mana eshitmaslikning sabablari, masalan, ayol qanaqa holatda o'sha erkakka gapirishni xohlamaydigan va yoki erkak ham unga gapirishni xohlamaydigan holatga yetib keladi. Siz bu borada nima deysiz? Bu borada ko'pchilik ayollarimiz ham erlariga ko'proq teskari ishlar qilishadi-da.
erkakni ko'ngliga qaramaydi. Erkakka mana shu narsani ko'rdim ijtimoiy tarmoqda, bo'ldi mana shuni qilib bersin degan tonda teskari bo'lib oladida eriga. Lekin o'sha vaziyatda o'ylash kerak. O'sha erkak ayoliga zo'r sovg'a bergandir. Lekin qachondir u ham ayoli bilan shunday oddiy yashagan bo'lishi mumkin-ku. Uni hech kim qiyinchilik tarafini ko'rmaydi-da. Ko'pchilik ayollarimiz hamma zo'r ko'rsatayotgan narsaga havas qiladi. Va mana buni hayoti zo'r. Lekin u bu holatga yetib kelguncha qancha qiyinchilikdan o'tganini hech kim bilmaydi-da. U bundan-da battar holatda erini yonida birga turgandir. Eriga kuch bergandir. Ayol kishi eri bilan yelkama-yelka turishi kerak-da har doim. Erini ishi agar yaxshi bo'lmasa, ayol kishi unga ko'maklashsa, bu hech qanaqa yomon emas yoki uyat emas-da. Eri kam pul topayotgan bo'lsa, agar ayol ham qanchadir undanda kam bo'lsa ham pul topib ro'zg'orga kiritsa, o'sha ro'zg'orda baraka bo'ladi-da. Eriga ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi. O'shandan keyin bu ro'zg'orda er-xotin bir-birini tushunadi va ikkalasi ham qiyinchilik bilan pul topib kelgandan keyin bular mana bu ko'chadagi zo'r, soxta ko'rinayotgan hayotga orzu qilmaydi. Chunki ular u hayotdan o'tib kelgani uchun, qiyin hayotdan o'tib kelgani uchun ularga jam bunaqa yengil-yelpi hayot, soxta sovg'alar hech nima kerak emas. Ularga oddiy, tinch, baxtli hayot kerak. O'shanaqa oilada o'sgan bolalar ham juda boshqacha bo'ladi-da. Ko'pchilik bolalar ham hozir konsultatsiyalarda kuzatishimiz mumkin. Mani o'rtog'im zo'r iPhone telefon olyapti. Men ham olishim kerak deb uyda nima desam, uyga kelib shu narsani talab qilyapti ota-onadan. Lekin agar unaqa oiladan o'sgan bola o'shani birdan ota-onasidan kelib siz menga iPhone olib bering demaydi. Bizda ham sharoitimiz bo'lganda, men o'rtog'im iPhone telefon olibdi-da, menga ham olib bera olasizmi degan savolni, sog'lom savolni beradi-da. U oiladagi muhitni tushungandan keyin xuddi shunaqa savol beradi va u bolani ota-onasi mana shu bo'ldi bolam, qachondir kunini aytadi. Mana shu kun bizga pul keladi, senga olib beramiz. Bu oilada juda sog'lom muhit bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Bitta gap tredga chiqdi-da. Oilada turmush o'rtog'im bilan qiynalib biror narsaga erishganimdan ko'ra, o'zim yolg'iz harakat qilib, yig'lasam ham qimmatbaho mashinani ichida yig'laganim afzal emasmi degan gap chiqdi. Va shu yerda mashhur bir iborani keltirmoqchiman. Agar sizni ertalab uyg'otadigan odamingiz bo'lmasa, kechqurun kelyapsizmi deb xavotir olib qo'ng'iroq qiladigan insoningiz bo'lmasa, buning nomini erkinlik deb atash kerakmi yoki yolg'izlik? Bu haqida nima deysiz? Mana hozir shunaqa fikr juda ham ilgari surilyapti. Haqiqatdan ham o'sha ayollarda bilasizmi, mana biz o'zimizni o'zimiz qiynaymiz-da. Bizni kim qiynaydi? Atrofda ayblaydigan bo'lsak, bir nechta odamlarni ayblashimiz mumkin. Masalan, bizni turmushga berdi ota-onam, keyin meni chiqishtirmadi qaynotam, meni tushunmadi turmush o'rtog'im, mana endi bolalarim ham meni tushunmayapti degan ko'rinishlarni kuzatamiz. Lekin buni negiziga qaraydigan bo'lsak, bu narsani tuzatish mumkinmi? Endi bunaqa paytda, misol uchun ayol shunaqa fikrga kelib qolyapti-da. Erim olib bermayapti, qilib bermayapti, mehr bermayapti, e'tibor bermayapti. Undan ko'ra bitta o'zim maza qilib yashaganim yaxshi degan fikr kelib qolyapti, rostdan ham. Agar oilada haqiqatan ham juda ham zo'ravonlik ko'p bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, bu vaziyatni tushunsa bo'ladi. Lekin oilada hammasi yaxshi, erkak ham harakat qilyapti, ayol ham. Bunaqa bo'lsa, odam o'zini ehtiyojini o'rganib chiqishi kerak-da. Nima yetmayapti, nima izlayapman? O'sha paytda ajrashib, pul topib ko'radigan ayollar bor. Mijozlar bor, shunaqa keladigan. Pul topdim, mashina ham bor, kvartira ham bor, remontlari yaxshi, sayohatlarga har 3 oyda chiqib kelaman deydi. Lekin ko'raman bozorda deydi yoki bu targoviy sentrlarda er-xotin ikkalasi birga shu mahsulot tanlab bir-biri bilan gaplashayotganini ko'raman-da. Menga o'sha narsa endi yetmayotganini tushundim. Endi buni his qildim degan fikrni aytishadi-da. Lekin o'sha joyda ayol qaysidir
vaziyatgacha bu narsani zo'r deb o'ylaydida. Bitta o'zi ishlab, pul topib, erkin sayohatlarga chiqib yurishini qaysidir to'yinadigan vaqti bo'ladida. To'yinganida aslida baxt oddiylikda shu er-xotin bir-biri bilan suhbatlashib, choy ustida gaplashib o'tirish, bir-biriga suyanish hech bo'lmaganda ayolni xavotirlari bor. Xavotirlari haqida erkagiga gapirsa, erkak yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan bir og'iz gap aytganni o'zi yetarlida ayolga. Albatta. Xotirjamlik, halovat beradi. O'shani aytadigan odam bo'lmaganida o'sha payti bilinarkanda, o'shangacha kelishi kerak ekanda ayol. Boshida kimdir tavsiya qilishi mumkin, yo'q ajrashmagin, yaxshi, issiq o'rningni sovutma degan gap aytishadida. Uni borib o'zi yolg'iz qolib, o'zi qilib ko'rmaguncha tushunmaydigan ayollar ham bor. Buni xatoligini keyinroq tushunib yetadigan ayollar ham bor. Haqiqatan ham afsuslanib kelib gapirib o'tirishadida. Yaxshi edi, oilam yomonmas edi, ozgina sabr qilsam o'xshab ketarkan, lekin men baxt boshqa narsada deb o'ylagan ekanman deyishadida. Va mana shu holatda keyin yolg'iz holatda tarbiyalanganda bolalar bilan munosabat qay darajada ketishni boshlaydi. Xo'p, ayol ajrashdi. Nima bo'ladi keyin? Boshida shunaqa osmonlarda uchib bo'ldi. Mana erkinligiga erishdim. Qaynona-qaynotani xizmati yo'q, erni xizmati yo'q. Men o'zim karyerani rost qilaman, men o'qishimni davom ettiraman, ishimni qilaman, bolalarimga ham o'zim xohlaganimdek gap bo'lardi. Eslasangiz, agar esingizda bo'lsa, aytadi-ku hozir lekin hozir ayollarni oldiga qo'ygan maqsadlaridan eng cho'qqiga chiqqani aytadi. Bo'ldi, xo'p, turmushing o'xshamadi. Endi nima qilmoqchisan? Xo'p, ishlaysan, keyin nima qilasan desa, bolamni частный bog'chaga beraman, bolamni частный maktabga beraman degan fikri bor ayollarni-da oramizda. Xo'p, mana ajrashganidan keyin boshida hammasi xuddi o'zicha yaxshi bo'lib ketayotgandek bo'lib tuyuladi. Lekin Nargiz opamning aytganlaridek hamma narsani o'zini muddati bor. Misol uchun, erkinligi ham to'yadi. Hamma narsaga to'ygandan keyin o'sha oila qurishni xohlaydi. Baribir yonida bitta nima deydi, yelka qo'yishga insoni bo'lishni xohlaydi. Sizni aytgan gapingiz, men anaqa yig'lab o'tirsam ham Porsche ichida yig'lab o'tiray degan gap men ham eshitganman-da. Qaysidir paytlar men o'sha paytda ilmsizligimdanmi, xuddi shu narsa meni ham hayolimdan o'tgan. Hayolimdan o'tganda aytganman, "Yo'q, mayli, ja bo'lmasa, mana shunaqa bo'lsin" deganman-da. Men kuni keldi, men o'sha gapirgan gapim uchun men o'zim hayotimda afsuslandim. Chunki bilmas ekanmiz, baribir har bitta gap har bitta orzu, niyat, maqsadlarimiz amalga oshish xususiyatiga ega ekan. Alhamdulillah, 4 ta farzandim bor, oilaliman. Hammasi yaxshi. Karyerni rostli qildim, lekin joyi kelganda shunaqa gapirgan gapim uchun afsuslandim. Ajrashgan ayollar haqida aytadigan gapim, har bitta ayolni o'zini hayoti, o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari, orzulari, hayot yo'lida prinsiplari bo'ladi. To'g'ri, mana nima deydi, bir xil o'ylaydiki, ajrashsam bo'ldi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bir xil aytadiki, nima deydi, bo'ldi, mana endi men orzu maqsadlarimga erishaman deb o'ylaydi. Lekin butun oila bilan ham bitta insonni yolg'iz malikasi bo'lib, oilada o'z o'rnini topib, farzandlarini suyukli onasi bo'lib ham hamma o'ylagan niyatlariga ajrashmasdan turib ham erishsa bo'ladi. Albatta, buning uchun ajrashib boshqa bir hayotni qilish shart emas. Yana bir fikrga to'xtalmoqchiman. Mana Luqmon Hakimni bir jumlasi bor-da. "Ey o'g'ilcham" deydi o'g'liga qarata. "Agar yaxshi ayolga uylansang, umring uzayib, yosharasan. Agar Xudo ko'rsatmasin, yomon ayolga uylanib qolsang, sen ajalingdan 5 kun burun dunyoni tark etasan." Masalan, ayollar bilasizmi, zaifa va ojiza bo'lgani bilan o'ziga yarasha quvvat manbaiga ega. Bir insonni o'sha hayot tarziga, ruhiy holatiga juda katta ta'sir ko'rsata oladi. To'g'rimi? Masalan, ona sifatida, ayol sifatida va shu bilan bir qatorda, masalan, deylik, o'sha bugungi kunda ayollarni
qiyinchiligi bilan bir qatorda o'sha munosabatlardagi to'qnashuvlari. Masalan, o'sha turmushga chiqqandan keyin ayol kishi mana nimagadir hozir mana misol uchun psixologlarni ham asosiy mijozini ayollar tashkil etadi va ularni asosiy mavzusi nima? Nima qilsam baxtli bo'laman, nima qilsam turmush o'rtog'im menga yordam beradi, nima qilsam oilaviy munosabatlarimni tiklayman. Har biri xohlaysizmi yo'qmi o'sha erkak bilan munosabatga borib taqalishdan boshlanadi. Farzandimga qo'l ko'taryapman yoki farzandimga yaxshi muomala qilolmayapman. Chunki mana bu yerda ruhiy balans buzilgan, muvozanat buzilgan. Erkak bilan munosabat yaxshi emas yoki uni hayotida hech kim yo'q va unda muammo o'sha bolalarni ruhiy holatiga ko'chishni boshlaydi. Va yoki aksi, xotin bir-biri bilan janjallashishni boshlaganda va shu janjallardan katta bo'lgan bolalar keyin oilada o'sha eriga ham yoki ayoliga ham ishonchsizlik holati. Masalan, shunaqa bir voqea bo'lib qoldi yaqinda. Bir ayol, men otamdan nafratlanaman. Chunki otam doim ichib kelib, onamga qo'l ko'targan. Va men shu narsani ko'rib katta bo'ldim. Va eng yomoni, men turmush o'rtog'imni sevmayman. Sevishni ham xohlamayman. Nima uchun? Chunki u ham otamga o'xshab menga munosabat bildirishidan qo'rqaman. Vaholanki ayolning yoshi 38 da. Lekin uning ruhiy holati haliyam o'sha bolaligidagi ko'z oldida qolib ketgan kartinada, ya'ni lavhalarda qolib ketganda. Mana shunaqa vaziyatda inson katta bo'lgandan keyin ham qiynalishni davom etmasligi uchun buni, masalan deylik, jahli chiqdi ayolni, asabiylashyapti, turmush o'rtog'i bilan gaplashib olish kerak. Bolalar bilan munosabatiga qattiq ta'sir ko'rsatmaslik uchun, ularni ham o'ziga bo'lgan ishonchini tushirib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak bo'ladi? Hozirgi kunda bu juda ham eng katta muammolardan biri desak ham bo'ladi. Juda ko'p oilalarda urush to'polon qilishadi deb bolalarni ko'z o'ngida qilishadi. Shu holatni mayli xotinni muammosi hammada bor. Shuni bolani yonida emasda, xotin ikkalasi alohida buni muomala bilan sekin-sekin gaplashib olish kerak-da. Mana shu muomalaga kelish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Bu muomalaga kelish uchun va xotin ikkalasi ham tarbiyalanish kerak. Chunki ularni o'zida tarbiya yo'q. Qanaqa qilib bolaga tarbiya berish mumkin? Chunki bu xotin ikkalasi qilayotgan ishi bolanikidan battar. Ularni o'zi avval o'zini tarbiyalab olsa, o'zini yig'ishtirib olsa, keyin bola ham o'shanga qarab oilada sog'lom muhitda o'sadi. Agar bular har kuni mana shunaqa urush, to'polon, janjal qilaversa, bu bolalar ota-onasidan nafratlanib o'sadi. Ertaga kelajakda qizlar erkaklarga nafrat bilan, o'g'illar esa ayollarga nafrat bilan yashaydi. Aytadi-ku, qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. O'sha aytilganini emas, aynan ko'rganini qiladi degan gap bor-da. Haqiqatdan ham juda to'g'ri fikr bildirdingiz tarbiya haqida. Masalan, insonda o'sha tarbiyalanish mavzusida, o'sha tarbiya mavzusi bu juda og'ir mavzu deb o'ylayman. Biz hayot davomida o'zimizni qay darajada tarbiyalab borishimiz kerak? Ayol o'zini o'zi, masalan, inson o'zini butun umr tarbiyalashi mumkin, to'g'rimi? Misol uchun, oddiygina tarbiyalanish ko'rinishida yoki o'zini tarbiyalash mavzusida qanday maslahatlar bor? Birinchi o'rinda men o'ylayman, ayol o'zini rolini juda yaxshi tushunib olishi kerak. O'zini roli, xarakterini, tabiatini tushunib olishi kerak. Chunki ko'p kuzatamiz, oilaviy janjallarda bitta narsa bor. Ayol o'zini haqligini isbotlab, haq bo'lib yutib chiqishni xohlaydi. Erkak o'zini haqligini isbotlashga harakat qiladi. Lekin shu joyda ayollar haq bo'lib chiqishi muhimmi? Bitta savol bering deyman-da o'zimga, men mijozlarga. Siz o'sha joyda haq bo'lib chiqishingiz muhimmi yoki oilani saqlab qolish muhimmi? Kuchli savol. O'ylanib qoladi keyin. Yo'q, o'zi asli oilani saqlash muhim, lekin deydi, turmush o'rtog'im meni tushunmaydi-da. Yoki nimadir talabini aytishi mumkin, kutuvlarini aytishi mumkin-da erkak. O'sha payti, yo'q, unaqa emas, aslida bunaqa edi. Ko'p o'zini oqlab, o'sha joyda yutib chiqishga harakat qiladi. Lekin joyi kelganda, erkakni jahli chiqqanda xo'p demaydi ayollar. To'g'risi, biz o'zimizni tabiatimizda bor bu narsa, buni tan olib gapirishimiz kerak. Qaysar bu xo'p demaymiz. Jahli chiqqan joyida erkak bilan munosabati o'zi qonun qoidasi bor-da, tabiatidan kelib chiqib. Jahli chiqib turgan paytida xo'p deb ozgina chekinish kerak.
joyida chekinish kerak, keyin vaqt o'tib kelsa bo'ladi. Aslida o'sha joyda men bunaqa demoqchi edim, bunaqa fikr etmoqchi edim yoki xatoyimni tan olaman, lekin sizdan mana shu narsani kutuvdim degan gapi keyin aytsa bo'ladi. Yo'q, joyida kesish kerak, yutib chiqish kerak ko'p ayollarga. Va erkaklarni jahlini chiqaradigan narsa mana shu, mana konsultatsiyalarda aytadi. Xo'p, xo'jayin demaydi o'sha joyda desa, erib biza ham darrov pasayamiz, chiqamiz deydi-da. Lekin ular baravar olishgani uchun qaysidir joyda erkak battar yonib ketishi mumkin-da, jahli Albatta. chiqib. Ayollarga tavsiya qilgan bo'lardim, o'zinglarni ayollik tabiatinglardan chiqib ketmaslikni, erkak bilan munosabatni o'rganish kerak. Bu borada bilim kerak. Ayollarda bilim yetarli emas. Bizaga mana ish qilishni o'rgatishadi, ovqat qilishni o'rgatishadi. Lekin erkak kishiga qaysi joyda qanaqa muomala qilish kerak, jahli chiqqanda qanaqa muomala qilish kerak, qaysi payti undan nimadir so'rash kerak, mana Balki shuni bu bizni bilmaydi. mentalitetimiz bilan bog'liqdir. Masalan, shunaqa gaplar bor-ku, dushman kuyov, eringga siringni aytma yoki o'sha boradigan xonadoningda qaynona hech qachon kelinni qizidek ko'rmaydi. Seni tepib haydavoradi. Bu turishingda seni haydab yuborishadi. Seni kim ham xotin qilib yurar edi degan bir fikrlarni biz kichkinaligidan bolalarga uqtirmasligimiz kerakdir balkim. Ular mana shu fikrlar bilan birgalikda qayerdadir baribir mana bilasizmi, mana inson ruhiyati shunaqaki, haqiqatdan ham bizni ongimizda singdirilgan fikrlar haqiqatda hayotimizga chiqib kelishni boshlaydi. Har bir insonni savol javob qiladigan bo'lsangiz, albatta ularni ssenariysini boshida kimdir turgan bo'ladi. Kimdir ularni sirtdan boshqarayotgan bo'ladi va mana shu boshqaruvlarni negizida inson o'z hayotida yashamaydi. Masalan, yana bir mavzu haqida gapirmoqchi edim. Ayollarni hozir eridan talab qilayotgan mavzusi yoki xohlayotgan narsalari. Bilasizmi? O'zi bu xohlayotgan narsalari ayollarni, bugungi kun ayollarini xohlayotgan narsasi o'z xohishi bilan xohlayaptimi yoki kimnidir ta'siri ostida xohlayaptimi? Masalan, hozirgi kunda erkaklarimiz musofirga ketyapti. Bizda musofirga ketuvchi erkaklar ko'p. To'g'rimi? Bizda mamlakatimizda musofirda yurgan erkaklar ko'p. Kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, farzandidan uzoqda, yaqin insonlaridan uzoqda musofirda qiynalib yurgan erkaklar bor. Nima uchun ular musofirda yuribdi? Oilasini boqaman deb yuribdi. To'ppa-to'g'ri. Oilasini boqaman deb. Mana shu yoki masalan oddiygina Yandexda yurgan erkaklarni olaylik. Kun uzog'i u taxminan bir 20 ta odam chiqsa agar mashinaga 20 xil munosabat bildiradi-da. Ba'zida ayollarda shunaqa joyi keladiki, men deydi, uyda qancha ishni qilishim kerak, qancha meni yelkamda mas'uliyat bor deydi. Lekin erkaklar ham ko'chada pul topish uchun qancha qiynalayotgani haqida balkim o'ylab ko'rish kerakdir. Siz nima deysiz shu haqida? Mana shunaqa vaziyatdagi erkaklardan talab qilish qanchalik to'g'ri? To'ppa-to'g'ri. Misol uchun men aytoladigan narsam, mana shu ijtimoiy tarmoqlarni, Instagramlarni kuzatib, blogerlarni kuzatib, ko'pchilik ayollar o'shanga qarab talablar qo'yishyapti-da. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Misol uchun Yandexda ertani erta kech demay xizmat qilayotganlar bor. Musofirga ketayotganlar bor. Misol uchun ular ham nima deydi, maksimal obrazim harakat qiladi. Oilasini, ayoli nima deyapti, farzandlarini hammasini to'la to'kis hayotda katta qilishga, ozligidan chiqqanini muhayyo qilib berishga harakat qilishadi. Lekin hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqib qo'lidan kelganini qiladi. Misol uchun to'g'ri aytasiz, shunaqa talablar qo'yilyaptiki, misol uchun o'z oilang qanaqa? Misol uchun bunday olib qarasa, o'zi qanaqa, yashash sharoiting qanaqa, topish tutishing qanaqa, oyligi qanaqa xo'jayinini misol uchun so'ramasdan turib, yo'q, menga mana shu kerak. O'rtog'imni xo'jayini 17 Pro Max olib beribdi. Menga ham tez olib berasiz. Olib bermasangiz anaqa nima deydi? Usloviyalar qo'yibdi. Misol uchun eriga shartlashuvlar qo'yib, lekin buni qilib berayotgan erkaklar ham bor. Og'zidan chiqqanini qarz havola qilib, kreditlar olib, misol uchun ayo mayli shu qilib bera qolay, o'rtoqlaridan kam bo'lmay qo'ya qolsan deb qilib berayotgan erkaklar ham bor. Oilasini saqlab qolish uchun yoki qilib bera olmayotganlari nima qiladi? Erkaklar ham bor. Qilib bera olmayotgan erkaklar urush janjal ko'payadi. Borsa ajrashganlar soni yana bittaga oshadi. Mana shularning ketidan.
именно shunaqa хотелкалар, nima deydi, mana xohish isteklarini уже oxiri qilib bera olmagandan hech qanaqasiga nima deydi, to'ydira olmaganida, грубо говоря, uzr-ku, qo'pol qilib aytganda, hech qanaqasiga to'ydira olmaganidan уже yo bo'ldida, mana ajrimlar soni ham shuni hisobidan ham ko'payib ketyapti. Ajrashgandan keyin erkakda qanaqa holat ketishi mumkin? Ayollarimiz tushunishi kerakda erkakni ham. U ham kimnidir bolasi. U ham sizga had deb topgan-tutganini qo'lidan kelgancha ro'zg'or uchun yugurib yeyapti-da. Qornini to'ydirish uchun bolalarini, shu ayolini kerak bo'lsa kecha-yu kunduz tinmasdan ishlayapti. Mana musofirga ketyapti. Kim uchun ketyapti shu? Ayoli, bolalari uchun. Misol uchun musofirda pul topsa ham mana senga deb ota-onasiga jo'natayotgani yo'qda o'sha erkaklar. Ayoli, bolalari uchun jo'natyapti. Lekin ayollar o'shanga ham qoniqmayotgani bor-da, ba'zi ayollarning. Lekin unaqa qilish kerak emas. O'sha ayolda ham o'zini o'stirayotgan o'g'il bolasi bo'lishi mumkin-da. Qachondir xuddi o'sha talab qilayotgan narsani kelini o'g'lidan talab qilsa. U hozir iPhone 17 talab qilyapti, lekin erida iPhone 10 oladigan ham oyligi yo'q-da. Bunda o'tirib misol qilib qarasang. Erta uni kelini 5-10 yil, 15 yildan keyin Prado olib berasan desa-da o'g'liga. O'g'li bechara Nexia oladigan oylik ishlayotganmiz. Qanaqa olib beradi? Uni ikkinchi tarafini ham qarash kerak. Qil deb erkakka ha deb bosim beraversangiz, u ham bir kun portlaydi-da. U ham to'yib ketadi. Erkakni ham to'g'ri tushunish kerak. Agar erkak bilan yonma-yon, yelkama-yelka, baravariga, boriga shukr qilib yashasa, o'sha erkak kerak bo'lsa o'zi yayov yursa ham ayoliga zo'r inamarkalar olib beradi. Shunaqa erkaklarni ham ko'ryapmiz hayotda. Juda chiroyli fikr bildirdingiz. Lev Tolstoyning shunaqa bir zo'r jumlasi bor-da. O'zi faytunlar, qimmatbaho taqinchoqlar va o'sha jimjimador zebu ziynatlarni biz faqat ayollar uchun qilamiz. Bizga umuman keragi yo'q deydi. Haqiqatdan ham erkaklarni bugungi kunda avaylash kerak, asrash kerak. Masalan, ruhiy holatida juda og'riqli, masalan, ayol tashlab ketgandan keyin mana statistik ma'lumotlar haqida ham mana sizlar tasdiqlashingiz mumkin. Erkaklar va ayollar holatida ayol ajrimdan keyingi ruhiy holat qanaqa bo'ladi, erkakda qanaqa bo'ladi? Erkaklarda bu juda og'irroq ko'rinishda kechadi. Ularda bu kasallik ko'rinishi bilan ham ketib qolishi mumkin. Masalan, shunaqa ayollar bo'lganki, turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin turmush o'rtog'im yaxshi edi. Oldin nima desam aytganimni qilardi, to'g'ri tortishib turardik. Lekin baribir nimadir ayta olardim unga. Hozir bolamga ayta olmayman. Malol keladi. Xotini bor, bolasi bor. Men ayta olmay qolganman degan ko'rinishlar ham bor-da. Mana shu holatda, ya'ni inson bu yerda umuman ayol ham, erkak ham nimaga e'tibor berish kerak? Ayol ham, erkak ham avvalambor meni fikrim bu, inson balkim siz aytgandek o'zini ehtiyojlarini anglab olish kerakdir. O'z ehtiyojlarini anglash bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Misol uchun har bir ayolni o'zini ehtiyoji bor. O'zi bu ehtiyojlarcha ko'p ayollarda bolalikda to'ymay qolganini turmushga chiqqandan keyin erim meni baxtli qiladi, erim qilib beradi degan fikr bilan yuradi-da ayollar. O'sha balkim otasidan ololmagan mehrni, e'tiborni yoki sovg'a salomni turmush o'rtog'idan talab qilishga o'tib ketishi mumkin. Ayollar bu bolalikdan qolib ketgan mehr tanqisligi yoki o'sha sovg'a salomga bo'lgan ehtiyoj bu katta bo'lganda hayotiga ta'sir qilishi mumkin. O'sha joyda ayollar o'zini ehtiyojlarini o'zi qondirishi kerak. Ya'ni bu yerda uni bolaligi bilan, ruhiy holati bilan, uni bolalik travmalari bilan bog'liq narsa-da. Uni turmush o'rtog'i talab qilgani bilan turmush o'rtog'i buni yopa olmaydi. U qancha qilib bersa ham ba'zida bo'ladi, ayollar bo'ladi, turmush o'rtog'i qilib beradi. Lekin keladi ayollar, turmush o'rtog'im nima desam olib beradi. Uyimiz bor, mashina bor, bolalar bor, o'qiydi, bog'chaga boradi, hammasi joyida. Lekin yetmaydi. Nimadir kam shu turmush o'rtog'im bilan kelishmayman, to'g'ri tushaveraman. Bu keyin qarasak, u bolalikka borib taqaladi. Kichkina payti nimadir yetmay qolgan, u to'ymayapti. Aslida bu ruhiyati bilan, o'zini psixikasi bilan ishlash kerak-da. Bu yerda o'sha bolalikdagi yetmay qolgan defitsitlarni o'zi yopa oladi. Ya'ni insonni jarohatlarini ham, yetishmovchiliklarini ham jufti to'ldirishi kerak emas. Ular balans bo'lishi kerak munosabatlarda. Misol uchun erkak himoya beradi, qo'llab-quvvatlaydi, ta'minlaydi.
Ayol esa unga ayol birinchi bo'lib o'sha erkakni tan olishi kerak, hurmat qilishi kerak. Erkakni yaxshi ko'rish kerak emas, birinchi o'rinda hurmat qilish kerak. Hurmatini joyiga qo'ysa, erkak ham u uchun harakat qiladi baribir. Lekin ba'zida bu narsani unutib qo'yamiz, biz ayollar talabga o'tib ketamiz. To'g'ri, ayollarni ham tushunish kerak. Ayollarni ham tushunish kerak, rostdan ham nimadir shu darajada xohlayaptiki, xayollaridan ketmayapti. Ba'zida bo'ladi, ayollar bolaligi bilan ishlasa tinchlanadi. O'sha tillalar, o'sha sayohatlar unchalik ham muhim emasligini tushunib qoladi-da. Bosiladi, mana shu joyda nimadir bosiladi, bo'ldi, qo'yib yubordim. Oldingidek yopishib yotmayapman, talab qilmayapman. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ham normal, hammasi joyida deya oladi-da, o'zini ustida ishlagan ayollar. Shuni nima demoqchiman, ayollar o'zini birinchi jarohatlari bilan, defitsitlari bilan ishlab olishi kerak. Avval o'zini tushunib olish kerak. Tushunib olishi O'zi men kerak. kimman? Men nima xohlayapman? Atrofimda nimalar o'rab turibdi? Va shu borada yana bitta savol. Masalan, ko'p kuzatamiz mana shu narsani. Munosabatlardagi tafovutni, o'sha erkak bilan ayolni munosabatidagi tafovut. Bu qanday tafovut? Bu shunday tafovutki, ayol o'z ustida ishlaydi, rivojlanadi, lekin qayerdadir erkak qolib ketdi. Yoki aksi, ayol emasda erkak rivojlandi, ayol qolib ketdi. Uyda o'tirib qoldi. Mana shu yerda bir-biri bilan gaplashishga gapi bo'lmaydi, fikr almasha olmaydi, keyin moddiyat o'rtaga chiqadi. Sen menga qilib bera olmayapsanmi men xohlayotgan narsalarni? Endi menga mana bu narsalarni olib berasan. Ya'ni meni e'tiborimni pul bilan olib berasan. Masalan, shunaqa bir case bo'lgan, o'sha turmush o'rtog'i bilan muammo bo'lgan, oilada xiyonat bo'lgan, erkakni boshqa ayollar bilan munosabatlari bo'lgan va ayol erkakka shunaqa talab qo'yganki, bu og'riqni yopish uchun menga taqinchoqlar olib berasiz. Va shu og'riqda men bosilaman. Bu baxt bilan qanaqa kelishuv bu? Bu shunaqa deb o'ylaydi. Lekin bu og'riq taqinchoq bilan vaqtincha bosilishi mumkin, lekin ayol o'sha jarohatlari bilan ishlamagunicha, buni kelib chiqish sababini anglab, buni boshqacha ko'z bilan qarab vaziyatni tushunib olmaguncha, ya'ni darsini olmasa, xulosa chiqarmasa, bu yerda og'riq ham ketmaydi, yana takrorlanishi ham mumkin. Erkak ham o'rganib qolishi mumkin, bitta taqinchoq bilan ish bitarkan deb bunaqa xayolga ham kelib qolishi mumkin. Bunaqa holatlar ham kuzatilishi mumkin. Umuman olganda, o'sha erkak va ayol bitta to'lqinda ketishi uchun, bir-birini tushunishi uchun, ayol sifatida ayol nimalarga e'tibor berish kerak va erkak nimalarga e'tibor berish kerak? Oilada sog'lom munosabat bo'lishi uchun erkak bilan ayolni fikrlari, orzulari, maqsadlari yo'lidagi fokusi bitta yo'nalishga qaratilgan bo'lishi kerak. Eng asosiysi. Eng asosiysi. O'shandagina har bitta, nima deydi, bitta yoqadan bosh chiqarib deyilinadi-ku, o'shanda ayol kishi ham, erkak kishi ham oilada sog'lom munosabatda bitta yoqadan bosh chiqarib, o'sha oldiga qo'ygan orzulari, maqsadlariga erishish yo'lidagi bosadigan qadamligi yengilroq bo'ladi va osonroq bo'ladi. O'sha natijaga yetganda ham har taraflama ko'ngli to'ladi ikkalovida. Oila saqlab qolingan holatda-da, baribir nima deydi, baribir erkak kishini yonida qo'llab-quvvatlaydigan ayol kerak. Ayol kishini oldida uni tushunadigan, hissiyotlarini, uni qo'llab-quvvatlay oladigan va joyi kelganda har taraflama o'zini xavfsiz his qila oladigan yelkasi bo'lishini xohlaydi ayol kishi. Umuman olganda, odamzod o'zi bir-biriga yordam berish kerak-da. To'g'rimi? Ayolmi, erkakmi, umuman olganda inson bir-biriga yordam berish kerak. Ayniqsa u sizni oila a'zoyingiz, ya'ni turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, siz ko'proq yordam berishingiz kerak bo'ladi u insonga. To'g'rimi? Masalan, o'sha hozirgi vaqtda oldin ishlagan ayollarga ko'pchilikni havasi kelar edi. Hozir uyda o'tirgan ayollarga ishlagan ayollarning havasi kelyapti. To'g'rimi? Baxtli ayol degan obraz negadir jamiyatda mana shu fikr juda ham ilgari surilyapti. Shunaqa bir obraz paydo bo'ldi. Ya'ni ayol kishi pulini o'ziga ishlatish kerak. Turmush o'rtog'iga berish kerak emas. Ayolni o'zini moliyaviy yostiqchasi bo'lish kerak. Va shu bilan bir qatorda ayol eriga qaysidir ma'noda moliyaviy barqarorlikka erishgandan keyin o'sha itoat etishida muammolar
bo'layapti. Men qaror qabul qilaman. Meni aytganim bo'ladi. O'sha oilada erkakni o'rnini, ya'ni darajasini pasaytirgan holatdagi munosabatlar ham shunaqa bir ko'rinishga kelyapti. Aynan kuchli bo'lishga harakat, ayollarni yanada boy bo'lishga bo'lgan harakat, o'sha statusga erishishga bo'lgan harakatlar holatida erkaklar bilan munosabatlarida juda katta inqiroz ketyapti. Ayol kishini ishlashi va yoki uyda o'tirish holatiga qanday fikr bildirasiz? Ayol kishi ishlasa ham, uyda o'tirsa ham uni hech qanaqa farqi yo'q. Faqat buni ayollar sog'lom va to'g'ri tanlov qila bilishi kerak. Uyda o'tirsam baxtli bo'laman yoki ko'chada ishlab pul topsam baxtli bo'laman deb emasda. Misol uchun ishlayotgan ayollar ham "Man ishlab pul topdim, zo'r bo'lib ketdim, bo'ldi endi mani aytganim bo'ladi" deb erini oyoq osti qilsa, u ayol hech qachonda o'smaydi. Lekin eri zo'r pul topib kelib uyida o'tirtirib qo'yib baxtli yashayotgan ayol ham man erim topgan yeb ichyapman-ku, man o'zim ishlab erimdan zo'r bo'lishim kerak degan fikrni bildiradigan ayollar ham hech qachon baxtni his qilolmaydi deb o'ylayman. Chunki bir-biriga raqib bo'ladi. Ular chunki haqiqatdan bir-biriga raqib bo'lib qoladi. Undan ko'ra xotin ikkalovi bir-birini to'g'ri tushunib, qo'llab-quvvatlasa, eri ham ishlayapti, ayoli ham ishlayapti, lekin ular bir-birini birdek qo'llayapti. O'sha uchun birdek o'sib boryapti, bir etapda ketyapti. Hech qanaqa bir-birini kamsitish ham yo'q, bir-biridan past darajaga qo'yish ham yo'q. Baxtli. Juda ham yaxshi yashashyapti. Lekin ikkalasi ham misol uchun erkak ham yaxshi pul topmasdan, ayol ham pul topmasdan qancha to'polonlar qilib, ular o'zini rivojlantirishga qaratmasdan bilimini mana shu bir-biriga raqobat bo'lib, raqib bo'lib, o'zligini sindiryapti-da o'sha ayollar, erkaklar. Ular bir-birini to'g'ri tushunsa agar Parchalanish ichkaridan ketyapti, tashqaridan emas. Ular bir-birini qo'llab, mayli birda ayollar "Man zo'r bo'lib ketishim kerak" deydi. Yo'q, mayli birinchi eri yaxshi o'ssin, qo'llab-quvvatlasin. Agar erkakda puli bo'lsa, o'sha pulni nima qilardi? Ayolini rivojlanish uchun qancha so'rasa ham beradi. Faqat buni qo'llab turadigan ayol bo'lish kerak. O'sha erkak nolda yashayotgan paytda o'sha ayol yonida turib berganmi, qo'llab-quvvatlaganmi? Endi o'sha puli ko'p erkak ayolini ham eng zo'r rivojlangan ayollar qatoriga qo'sha oladi va qo'llab-quvvatlaydi. O'sha oilalar juda ham zo'r, mustahkam va baxtli yashaydi deb o'ylayman. Eri qo'llab-quvvatlayotgan ayollar misol uchun ular ham tushunishi kerak-da. Voy men kimdir ekanman, voy menga bu qilaverar ekan, voy bo'ldi, og'zimdan chiqqani muhayyo ekan deb yana ham mas'uliyatni erini bo'yniga ortib tashlayotganlar bor. Ikkiga shuncha eri qilib bergan taqdirda ham bilmayotgan ayollar ham. Nolanayotganlar ham. Shundan ham nolayotgan, noshukurlik qilayotgan. Har bir kuniga shukrona keltira olmayotgan, atrofidagi shuncha yaxshiliklarni ko'ra olmayotgan ayollar ham bor oramizda. Qarang, bu yoqda bitta narsani inobatga olish kerak. Ayol buni bilmasdan ham qilishi mumkin. Qalbida bo'shlig'i bor bo'lsa, u to'ymaydi-ku. U o'zi anglamasligi mumkin. O'sha payti boshqa, ya'ni u qozonni ichida qaynayotganida bilmaydi. Tashqaridan kimdir aytayotgan bo'lishi mumkin, yo'l yo'riq ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Hech bo'lmasa mutaxassis bilan gaplashish kerak-da mana shu joyda. Chunki har doim ham ayollar buni ataylab qilmasligi mumkin. Bilmasdan qilishi mumkin. Bilmagan holatda ham qilib qo'yishi mumkin, to'ppa-to'g'ri. Bilmaslik ayb emas, lekin bilib turib qilmaslik Ahmoqlik. menimcha bu noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman, to'g'rimi? Aynan o'sha munosabatda, ya'ni mana hozir juda to'g'ri fikrlar, kuchli gaplar ko'tarildi. Ayollarni o'sha erkakka og'irlikni tashlash mavzusi yoki bo'lmasam men ishlayapman, men qilyapman, men uddalayapman. Yuqorida aytganimdek, o'sha ayollarni negadir ishlaydigan obrazga nisbatan negativ fikrlar ko'paygan hozir jamiyatda. Ishlaydigan ayollarga havas emas, balkim og'ir bir insondagi qaralish holatlari kuzatilyapti hozir jamiyatda. Men shu narsaga doim hayron qolamanda. Nima qilibdi ishlasa ayol kishi deyman. Nima qilibdi? Axir siz o'zingiz ishingizdan maza qilmayapsizmi?
Agar siz yaxshi ishda ishlasangiz, odamlar sizga rahmat aytsa va yana sizga sovg'alar olib kelib tursa, sizni duo qilib tursa, siz ham bundan maza qilyapsiz-ku. Nega endi o'zingizni baxtsiz bir fonda e'lon qilishingiz kerakki, men ishlayapman, men qiynalyapman-da. Mana shunaqangi fikrga kelib qolish holatlari ham kuzatiladi. Umuman olganda, mana insonni qiynaydigan faktorlar bor. To'g'rimi? O'zi hayot qisqa. Biz bir-birimiz bilan nima uchun munosabat quramiz? Nima uchun erkak va ayol oila quradi? Oila qurishdan maqsad nima? Agar odam o'zi ham amalga oshiraversa, nima keragi bor yonidagi odamni? Yolg'iz o'zi ham chiqishi mumkin-ku. Lekin yolg'iz chiqqandagi holat bilan birgalikda chiqqan holat bu boshqa narsalar. Bu narsa xuddiki yo'lga chiqqan ikkita odam bo'lib qaraydigan bo'lsak, ikkalasining ham o'ziga yuki bor. Bittasi aytadiki, men senga hamroh bo'lganim uchun mana bu yukni sen ko'tarasan. Keyingisi aytadi, nega faqat men ko'tarishim kerak? Kerak bo'lsa, o'zing ko'tar. To'g'rimi? Oilalarda keladigan bu o'sha holat. Masalan, munosabatlardagi eng og'ir vaziyat haqida gapirmoqchiman. Mana ayol munosabatida o'sha turmush o'rtog'i bilan holatda ayol o'sha xafa qiladigan faktorlar yoki ayolni bir og'ir vaziyatga olib kelib qo'yadigan faktorlardan biri bu munosabatlarda erkak kishini xiyonati. Albatta, xiyonatda hamisha ham bitta taraf sababchi bo'lavermaydi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Xiyonat bu qanaqa ko'rinishda va qaysi yoshda va qaysi pozitsiyada bo'ladi? Shu haqida fikringiz? Mana o'rta yosh krizisi haqida ko'pchilik eshitgan. Именно 30 yoshdan keyin haqiqatan ham ko'pchilikda muammolar ham boshlanadi. Ayollar bolalari bilan ovora bo'ladigan, energiyasi kam bo'ladigan yoki pul xohlaydigan, sovg'a xohlaydigan, yonadigan davri. Kutuvlar ham ko'p bo'ladi o'sha paytda. Turmush o'rtog'idan kutuv bor, lekin o'zini vazifasini to'liq ado etmayaptimi? Mana shu joyda erkaklarda ham endi 50% erkakda, 50% ayolda mas'uliyat. Tanlovni erkak o'zi qiladi. Har doim ham ayol aybdor bo'lmaydi, lekin olib kelib qo'yishi mumkin, sabab bo'lishi mumkin. Tanlovni erkak o'zi qiladi, ayollar aybdor deb bo'lmaydi. Mana shu joyda xiyonatgacha juda ko'p etaplardan o'tadi munosabatlar. Boshidan bir-birini qiziqtirmasa, bir-biri bilan misol uchun qadriyatlari o'xshash bo'lmasa, bunaqa payti o'rtada yaqinlik, iliqlik bo'lmaydi-da. Iliqlik bo'lmasa, qachonlardir erkak o'sha mehrni boshqa joydan izlashga o'tib ketishi mumkin. Ayol esa mana shu joyda erkakga bu qanchalar muhimligini, kerakligini unchalik ham tushunmasligi mumkin. Bilmasligi mumkin, ma'lumoti bo'lmasligi mumkin. Erkak kishiga nima muhim, erkak kishining psixologiyasini bilmasligi mumkin. Va bu xiyonatgacha olib kelib qo'yishi mumkin. O'zi kengroq qaraydigan bo'lsak, endi bu vaziyatda oqlab bo'lmaydi, lekin aslida ayolni uyg'otish uchun keladigan vaziyatlar bo'ladi. Xiyonat bo'lishi mumkin yoki shunga yaqinroq vaziyat bo'lsa, ko'p hollarda ayol uyg'onadi, rivojlanishga o'tadi, munosabatlarni qurishni o'rganadi. Mana shu tomondan qarasa, xiyonatni bir ulg'aytiradigan, insonni harakatga soladigan, rivojlanishga olib keladigan bir og'riqli bo'lsa ham signal desak bo'ladi. Lekin shungacha olib kelmasligi ham mumkin aslida. Olib kelmaslik mumkin. Masalan, shunaqa gaplar borku, ayol kishi erkak kishiga energiya berish kerak degan gap bor. To'g'rimi? Bu o'zi nima degani? Ko'pchilik erkaklar aytadiki, menga ayolim energiya bersin deydi. Bizga bundoq olib qaraydigan bo'lsak, bizga energiyani Alloh beradi. Hammasi Allohdan. Kuch-quvvat Allohdan. Misol uchun bitta ko'zimizni ochishimizni, misol uchun shu yetib kelishimizni o'zi, misol uchun o'ylashimizni, xayollarimizni to'g'ri yo'naltirib fikrlashlarimizgacha hammasi Allohdan. Lekin aytiladiki, ayolim menga energiya bermayapti. Men ayolim energiya berishini xohlayman. Ayolimdan energiyaga to'yinishni xohlayman degan erkaklar bor. Lekin bundoq olib qarasa, ayollar o'ziga ham energiya kerak-da. Ayolga energiya kerak bo'lsa, u qayerdan olsin energiyani? Buni mana men hozir qanaqa
nima ma'noda aytayotganimni aytaman. Misol uchun, a, oddiy misol qilib aytganda, mana er-xotin munosabatini yuqorida necha martalab aytdik. Er-xotin sog'lom munosabatda, oilada, misol uchun, er aytdi, "Men ishdan kelyapman, menga bugun ma'lum ovqatni qilib qo'y." Ayoli, "Xo'p bo'ladi, dadajonisi" dedida, kelishiga o'sha ovqatni tayyorlab qo'ydi. Kelsa uylar prostorniy, uyutniy, hamma yoq top-toza, bolalari anaqa yonida kelishligi bilan, eri ishdan kelishi bilan kutib oldi, hammasi yaxshida. Mana shuni o'zidan ham energiya olsa bo'ladi. Erkak kishi agar mana nima deydi, sog'lom munosabatda ham er-xotin bir-birini tushunsa, shuni o'zidan ham energiya olsa bo'ladi. Buni tahlil qilish kerak, tafakkur qilish kerak. Qaysi ma'noda? Bundoq olib qaraydigan bo'lsak, hamma bir-biriga omonat. Bu dunyoda hamma bir-biriga omonat. Hech kim dunyoga ustun bo'lmaydi. Hech kim večno yashamaydi. Hamma omonat. Har bitta qilayotgan yaxshiliklarimizni, birovga kulib qarayotganimizni o'zi ehson hisobida deyilgan, misol uchun. Lekin ayolim menga energiya bersa, ayolimdan energiyaga to'yinishni xohlayman degan fikr noto'g'ri deb bilaman-da. Mana hozir shuni aytmoqchi bo'ldim, tushuntirib berishga harakat qildim. Va lekin ayollar doim erimga energiya berishim kerak. Energiya berishim uchun masalan deylik, o'sha raqslarga qatnashadi, to'g'rimi? Yoki go'zallik salonlaridan chiqishmaydi. Ko'rinishim bilan, fe'l-atvorim bilan, harakatlarim bilan baribir o'sha o'zida bir nima deydi, kamchilikni his qiladi. Lekin haqiqatdan ham bu quvvat degan narsa, bu insonga bera olmaymiz. Даже mana shu energiya temasiga keladigan bo'lsak ham, ayoli eriga energiya bermoqchi, o'sha raqslarga qatnashmoqchi-da, qatnashyapti-da, eriga energiya berishni xohlayapti, lekin o'sha vaziyatda eriga o'sha energiya kerak bo'lmasligi mumkin. Unga не до этого bo'lishi mumkin. Yoki joyi kelsa, turmush o'rtog'i ayolini, "Voy, men bugun ayolim xursand bo'ladi, gullar olib olay, chiroyli qilib ro'zg'orli qilib olay, voy, mana shundan rosa xursand bo'lib ketadi ayolim" deb harakat qilganida, ayoliga не до этого bo'lishi mumkin. Gul xohlamaydigan ayollar bor. Uni o'rniga bozorlik qilib keling Voy, deydigan-a. gulingizni nima qilaman, Sevgi men tilini undan ko'ra topish kerak bu To'ppa-to'p yerda. sevgi tilini topish kerak. Balki biz ayollar va yoki erkaklar munosabatlarda nima xohlayotganimizni nomini aytishimiz kerakdir. Masalan deylik, menga ishonch yetishmayapti desa, menga ishonch ber, meni qo'llab-quvvatla, menga deylik qanaqadir umid bergin degan ko'rinishda aytish kerakdir balkim. Sevgi tili deganda ayolni ham erkakni ham o'zini sevgi tili bo'ladi-da. Ba'zi bir ayollarimiz misol uchun salonga boradida, o'zini sochini jingalak qilib, yuzlarini uhud qildirib, ba'zida kimlardir botokslar qildiradi, yuzimga ajin tushib ketgan, mani erimga yoqmayman, men shu holim bilan deydi-da. Lekin aksincha o'sha eriga jingalak soch emas, silliq sochlaydi, o'sha ajinlari uchun sevayotgandir, o'sha yuzidagi ajinlarini boricha qabul qilayotgan bo'lishi ham mumkin-da. Undan ko'ra ayollarimiz o'zini qiynab, azob berib, eriga yoqishga harakat qilguncha, eri bilan o'tirib, dildan suhbat qurib, ikkalasi sizga qanday holatda yurishim yoqadi deya suhbat qilsa, balkim eri uni shu oddiy holicha sevayotgandir. Erta yuzlarini ajini ketib, sochlarini jingalak qilib, yosharib, boshqacha bo'lib ketsa, eriga yoqmasligi ham Aytadi-ku, kimga yoqmoqchisan deydi-ku. balkim eriga o'sha oddiyligi yoqayotgandir. Shu uchun avvalambor er va xotin ikkalasi dildan suhbat qilib, bir-birini dilidagini bilib olishsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Buncha suhbat kerak-da. Men ham qo'shimcha qilmoqchiman. Shunaqa vaziyatlar borki, xo'jayinini, erini birinchi o'ringa qo'yib qo'ygan. Shunaqa vaziyatlar borki, shunaqa ayollar borki, eri uchun hamma narsaga harakat qiladi, lekin biza shuni bilishimiz kerakki, birinchi o'rinda biza uchun Alloh bo'lishi kerak. Shunaqa ayollar borki, erini Xudo Alloh o'rniga chiqarib qo'yib, birinchi o'rinda eri. Bu yaxshi, erni hurmat qilish kerak, erga itoat qilish kerak, erni izmida bo'lish kerak, qaynotasini hurmat qilish kerak. Bu alohida mavzu. Shunaqa samo собой shunaqa bo'lish kerak, lekin Allohni o'rniga erini qo'yib qo'ygan ayollar ham bor oramizda-da. Ko'p muammolar mana shunaqa ayollarda bo'ladi. Nimaga? Nimani hisobida? Boshida yaxshi bo'lib turadi, hammasi yaxshi bo'ladi-da, keyin o'sha sal qanaqadir sinovlar, qanaqadir masalalar kelib qolganda,
hayotda, oilada shunaqa masalalar bo'lganida masalani yechishga harakat qilmaydida, o'sha bo'ldi erini yomon ko'rib, erim voy man unaqa qildim, man bunaqa qildim, man bunaqa edim, man bundan keyin man bunaqa bo'ladi deb erini qarg'ashga o'tadi. Lekin o'sha vaziyatda ham baribir Allohga qaytadi. Ma'lum bir vaqt Alloh o'rniga erini qo'yib qo'ydi. Erini voy всё могущий такой, hamma narsa faqat qilib bera oladi dedi. Orada sinovlar kelgandan keyin baribir yana sama-sabo Alloh bilan bog'lanadi. Nima demoqchiman? Birinchi o'rinda Alloh bo'lishi kerak va har bir oiladagi munosabatlar, xo'jayinimizga qilayotgan itoatimizni, oiladagi farzandlarimizga qilayotgan, nima deydi, berayotgan mehrimizni hammasi Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. O'shanda o'ylayotgan orzu, havas, maqsadlarimizga yetishimizga oson bo'ladi. Erkakni birinchi o'ringa qo'yish mavzusi haqida to'xtalmoqchi edim. Masalan, erkaklarni birinchi o'ringa qo'yadigan ayollar bor. Ya'ni o'zini unutib, hattoki mana turmush o'rtog'i, bolalari, qarindosh urug'lari va eng oxirida o'zi. Qutqaruvchilar. Bu holatda endi har xil farazlar bor, ya'ni har xil tushunchalar bor. Mana bu vaziyat uchun ayol o'zini unutgani uchun deb ataladi, ayol o'zini sevmay qo'ygani deb ataladi, ayolni o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketdi deb ataladi. Lekin buning negizida mana inson bilan bir muloqot o'rnatar ekan, bir munosabat o'rnatar ekan. Bu munosabat o'laroq erkak bilan munosabatda ayol qanday balansda turish kerak? Mana shu joyda qizlarimizni tarbiya qilayotganda bitta narsa bor. Erga tegsang, ya'ni erga tegsang baxtli bo'lasan degan fikr bilan ham katta qilishadi. Qizlarni ering olib beradi, ering unaqa qiladi, bunaqa qiladi. Ya'ni eri judayam bir muhim shaxs, sen o'zing yo'qsan. Sen hech kim emassan. Seni fikring yo'q degan ma'noda tarbiyalanishi mumkin qizlar. Keyin yana bitta narsa bor, ba'zi oilalarda ota-ona kelisha olmagan, erkak ketib qolgan, mana shuni ko'rgan bo'lsa, qizlar qo'rqqanidan ham erni pir o'rniga chiqarib qo'yishi mumkin, hayotini markaziga qo'yishi mumkin. Erkakni ketib qolmasligi uchun uni og'rig'i bor-da, qo'rquvi bor-da. Ketmasligi uchun o'zini fido qilishi mumkin, unutishi mumkin, orzu-havasidan ham voz kechib, o'zi shaxs sifatida nolga teng bo'lib qoladi. Butun borini erga beradi. Erini orzu-havaslari bilan yashaydi, o'zi yo'q. Chegarani qanday ushlash kerak? Mana shu joyda o'zini menini ham yo'qotmasligi kerak-da. O'zim nima xohlayman? Men bormanmi o'zi? degan savollar berish kerak-da. Men nima xohlayman? O'zi nima xohlayotganini bilmasa, o'zi shaxs sifatida yo'q. U erkak hatto uni ko'radi. Erkaklar ba'zida ayolni sezmaydi ham, bir uyda bolalarga yaxshi qaraydigan ona sifatida ko'rishi mumkin, ovqatini qilib beradigan, xizmatini qiladigan bir ayol. Lekin u ikkalasi bir-biri bilan yaqin bo'lmaydi. O'rtada munosabat, yaqinlik bo'lmaydi-da. Yaqinlikni boshqa joydan qidirish mumkin. Yana boyagidek xiyonatgacha borishi mumkin. Ruhiy yaqinlikni qidirishni boshlaydi. To'g'ri. Ayol kishini sezmaslik, ya'ni oilada sezilmaydigan ayollar bor. Lekin u ayollar eri uchun hamma narsani qilganligi haqida tez-tez aytishadi. Xo'p, mana endi shu yerda yana bitta savolni hurmatli mehmonlarimizga aytmoqchimanki, mana ayolni butun hayoti faqat eridan iborat. Tursa ham eri haqida o'ylaydi, o'tirsa ham eri haqida o'ylaydi, tinmay telefon qiladi, qayerdasiz, qachon kelasiz, tezroq keling. Faqat shu mavzuda nima qildingiz, bugun kuningiz qanaqa o'tdi, nimalarga qiziqasiz? Lekin erkak so'rasaki, sen nimaga qiziqasan? Men faqat sizni qiziqishlaringizga qiziqaman. Erkak so'rasaki, sen bugun kun uzog'i nima ish qilding? Ha, men bolalar bilan o'qidim, yana bir narsalar qildim va har kuni mana shu gap takrorlansa, bu hayot qanday hayotga aylanadi? Zerikarli hayotga aylanadi. To'g'rimi? Hadeb televizordan bitta narsani ko'rib o'tiraversangiz, bezor bo'lib ketasiz. Albatta bezor bo'lishni boshlaysiz. Mana shu bezor bo'lmaslik uchun ayol o'zini borligicha qabul qilish kerak degan tushuncha bor. Ayol o'zini ehtiyojlarini tushunib olish kerak degan tushuncha bor. Keling, mana shu nuqtada men bir narsaga diqqatni qarasam, ya'niki ayolni qiziqishlari bo'lish kerak. To'g'rimi? Qiziqishlar. Masalan, ayollar uchun qiziqishlarga nimalarni misol keltira olasiz?
ayol kishi ha deb eriga borib budini berib nima qilyapti deb o'zini chalg'itib, o'zini oyoq osti qilgandan ko'ra, o'z ustida ishlab, misol uchun ilm olsin, o'zini rivojlantirsin, bolalarini o'qishi bilan mayli shug'ullanib, ularni rivojlantirsin. Asosiy 70% vaqtini o'zi uchun sarflasada, qolgan 30%ni eri uchun ajratsa, o'shanda u ayol erini oldidayam qadri bo'ladi-da. Ha deb erkakka telefon qilaversangiz, qayerda yuribsan, nima qilyapsan? Xuddi o erkakka onadek bo'lib qoladi-da ayol. U Ona bola ayoldan bezor bo'ladi. Voy, nima qilsam shundan qutular ekanman degan fikr keladi erkakka. Undan ko'ra, agar o'z ustida ishlab, o'zini rivojlantirib, hattoki eriga qayerda yurganini ham kezi kelganda vaqti bo'lmaydi-ku, keyin erkak bunga qiziqishni boshlaydi-da ayoliga. Ayolim nima qilyapti ekan? Nima bilan shug'ullanyapti ekan? Nima ish qilyapti ekan deb ayoliga bo'lgan diqqati erkakni juda ham oshib ketadi va ular bir-birini to'g'ri tushunadi va baxtli bo'lishni boshlaydi. Chunki erkak ayoldan bezor bo'lmaydi, uni kutadi. Qachon menga ham vaqti bo'lar ekan? Hech bo'lmasa menga ham bir kunda 2 soat vaqti bo'larmikan? deb kutadi-da, kutuv bo'ladi. Sog'inishga imkoniyat bo'ladi. Sog'inish Shunaqa uchun bo'ladi-da. Shams Tabriziyni shunday gapi borda, ba'zan yaqinlashmoq uchun uzoqlashmoq kerak deydi. Buni tagida sog'inishiga imkon berish kerak. Uni deb xayol surishiga imkon berish kerak. Ha deb o'zini eslataversa, u qachon sog'inishga ulguradi? Bezor bo'lib ketadi. Shunaqa qachon Albatta. qilar ekanman. Albatta, siz bu borada qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Bor, albatta Shahzoda qo'shimcha fikrlarim. Misol uchun shunaqa ayollar borda, er ishdan kelganda, qani qayerda yuruvdingiz? Nega kech qoldingiz? Nimaga menga bir og'iz aytib qo'ymadingiz? Kim bilan edingiz degan mana shunaqa tonda, mana shunaqa kutib oladigan ayollar borda. Shunaqa paytda уже mana bunaqa million marta telefon qilib, million marta yozib tashlagandan keyin o'zi er shunaqa agressivniy bo'lib keladi baribir. Kelganda shunaqa holatiga, o'sha kelganda ham "Adajonisi, anaqa shunaqa xavotir oldim-da, o'shaning uchun qildim. Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Anaqa oshiqcha sizni ham bezovta qilmas edim. Va bezovta qilib qo'ydim-a. Yo bo'ldi, adasi yaxshi ekansiz, kelib oldingiz, eng muhimi." desa shuni o'zi yetadi erkak kishi uchun. Olam guliston. Shuni o'zida bo'ldi va anaqa rostdan ham rosa xavotir olibdi xotinim deb o'ylaydi-da Va erkak. keyingi safar u ham mas'uliyat. Keyingi safar shu до такой степени yetib bormaslik uchun shunday oladi, shunday yozib qo'yadi. Qoyil. To'g'ri, haqiqatdan ham hamma narsani janjal tilida aytishimiz shart emas. Tortishuvlar inson ruhiyatini uzoqlashtiradi. To'g'rimi? Qancha janjal ko'p bo'lsa, oilada uzoqlashish ko'payishi boshlaydi. Shunaqa gap borku, ikkita odam deydi urush qilgan holati qanaqa holatga o'xshaydi desa, u bir-biridan uzoq masofadagi holatga o'xshaydi. Go'yoki unisini masofasi bir joyda, bunisini masofasi xuddiki bir joyda. Tana yaqin, lekin ichki holat sovuq va uzoq. Mana shu holatga olib kelib qo'ymaslik uchun aytib turish kerak bo'lsa kerak. To'g'ri? Mana shu joyda biza bir og'iz gap bilan ayolga ustanovkalarni olib tashlang, xavotirlaringizni olib tashlang deganimiz ham foydasi bo'lmasligi mumkin. Mana shu joyda haqiqatan ham o'zini xavotirlarini yenga olmayotgan bo'lsa ayol, uni erkak ketib qolishi mumkin, xiyonat qilishi mumkin degan fikrlari bor bo'lsa, salbiy fikrlari, buni mutaxassis bilan ishlash kerak deb o'ylayman men. Agar mustaqil buni yenga olmayotgan bo'lsa, ko'ngli joyiga tusha olmayotgan bo'lsa, haqiqatan ham ayol Albatta. qiynalayotgan bo'lishi mumkin-da. O'sha joyda mutaxassis bilan ishlab ancha tinchlanib oladi-da, ayol mana bu kerak emas xayollar ketadi-da. Shunda u erkakka yaxshi munosabat qila oladi, xavotir olmasdan o'zini fikrini yetkaza oladi-da. Haqiqatdan ham shunaqa fikrlar borda, psixologlarga borsak, oila buzilib ketadi. Psixologlar oilani buzib tashlaydi. Ularda shunaqa fikrlar bor yoki ayollarni bir teskari bir holatga olib kelib qo'yadi degan qarashlar borda. Lekin hozir xursand bo'laman, jamiyatda ancha ayollar ancha psixologlarni tushunib qolgan, ancha ulardan yordam olishyapti, ancha fikrlari o'zgaryapti. Haqiqatdan ham juda ko'p rahmat aytib, hayoti tiklanib ketgan ayollar juda ham ko'p. O'sha o'zini hayotidagi o'sha ssenariylarini takrorlamasdan yangi ssenariylarini yuzaga keltirgan ayollar ham juda ko'p. Albatta to'g'ri aytdingiz, mutaxassis bilan ishlash kerak. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, yonida hech kim uni eshitolmaydi. Aytolmaydi. Na onasiga, na opasiga, na turmush o'rtog'iga. Kimga aytadi? Mutaxassis bilan ishlash kerak. Ayol kishi
dardini yutib yurish kerak emas. Uni chiqarishni ham o'rganish kerak. Kimga chiqarasiz? Unga chiqarsangiz ketib qoladi. Bunga chiqarsangiz jarohat oladi. Yaxshisi mutaxassisga chiqarish kerak. To'ppa-to'g'ri. Mutaxassis kerakli yechimni beradigan yo'nalishga tushirib qo'yadi insonni. Albatta, u yechim bermaydi psixolog, lekin yechimga olib boradigan yo'lni ko'rsatadi. Vaziyatga boshqa burchakdan qaratadi-da baribir ayolga ham, erkakga ham. Erkak ayolni tushuna olmayotgan payti, ayol erkakni tushuna olmayotgan payti mutaxassisi yordami bilan boshqa burchakdan qaraganda ko'p insonlar fikrlarini o'zgartiradi. Qo'yib yuboradi. Ko'pchiliklar aytolmaydida, oila a'zosiga aytolmaydigan gap bo'ladi-da ko'p insonlarni. Uni oila a'zosiga aytolmagandan keyin ichiga yutaversa, ichida og'riqlar paydo bo'ladi. Kasal bo'lib, o'zini yo'qotib qo'yadi. Undan ko'ra mutaxassisga kelsa, bemalol ichidagi hamma gapini ayta oladida. O'sha ko'pchilik ayollarimiz hozir shundan qiynalyapti deb o'ylayman. Albatta. Shu o'rinda to'g'ri mutaxassis tanlash ham eng muhimi deb o'ylayman. Chunki baribir shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, oiladagi munosabatlar qilday turgan vaziyatlar bo'ladi. Bitta toli ipdek turgan vaziyatlar bo'ladi. O'sha vaziyatda mutaxassis bilan maslahatlashib, yorilib, hammasidan cho'kchim etgan taqdirda ham o'sha mutaxassisni ko'magi bilan oila tiklanib ketgan oilalar bor. Tiklanib ketgan oilalar bor. Lekin o'sha vaziyatda qaysidir noto'g'ri berilgan maslahatda deb buzilib ketgan oilalar ham bor. Shu o'rinda baribir mutaxassisni to'g'ri tanlab, qo'rqmasdan bemalol murojaat qilib, o'sha muammoli vaziyatdan yechimi topilmaydigan muammo yoki yechimi topilmaydigan vaziyatlargacha olib bormasdan vaqtida kerak paytda baribir o'zini anaqasi yetmayaptimi, уже toqati ko'tarmayaptimi, o'zini qo'lidan kelmayaptimi, avvalambor hammasi Allohdan, lekin o'sha vaziyatda mutaxassis bilan maslahatlashib, o'sha muammolarga yechim topishgani baribir yaxshi deb o'ylayman. Ajoyib. Aytadi-ku, bu fikrlar juda ham kuchli fikrlar. Fikrlar lokatsiyasida bizni fikrlarimiz hali yana davom etadi. Bugungi ishtirok uchun sizlarga tashakkur, alohida rahmat aytaman. O'ylaymanki, bugungi bildirilgan har bir fikr, ya'ni har bir mutaxassisimizni bildirgan fikrlari sizlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bizning ikkinchi mavzuyimiz, ya'ni keyingi haftada bo'ladigan mavzuyimiz abyuziv munosabatlar, narsiss munosabatlar, abyuzer erkaklar va ayollar, narsiss ayollar va narsiss erkaklar va bular psixologik holatda insonda munosabatlarga qanaqangi ruhiy zo'riqishlar beradi, shu haqida gaplashamiz. Ha aytgancha, izohlarda albatta sizni qiziqtirgan mavzularni yozib boring. Bu sizni qo'llab-quvvatlashingiz va sizni fikrlaringizga tayangan holda biz keyingi mavzularimizni ham olishni o'sha yengilligini berasiz. Ha aytgancha, eng chiroyli komment yozgan ishtirokchimizga, ya'ni obunachimizga mana shu mutaxassislarimizdan bir konsultatsiya sovg'asini yo'lga qo'ysak, rozimisiz? Rozimiz. Aha, eng chiroyli komment yozgan obunachilarimiz uchun mutaxassislarimizni, aynan qaysi mutaxassisimiz sizga yoqqan bo'lsa, aynan o'sha mutaxassisimizga eng chiroyli kommentni yozsangiz, siz uchun bepul konsultatsiya sovg'a qilamiz. Taklif uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'rishguncha.